Assalomu alaykum Razzoq shahrining turg'unlari, sizlar bilan men Qo'ziyev Boymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga Razzoq shahrindagi dag'i bir o'ta sun'unjanliqni aytib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ushul Razzoq shahrini avtobekatidan ushul sentral yo'l bilan tuz bosib chiqsangizlar, bu yoq tomonda mana ko'rib turgandek shina montaj ustaxonalar bor. Shu ustaxonalarni ostida bu yoq tomonda ko'rib turgandek Produktoy magazin, Omad magazin bor. Shu Omad magazinni ostindagi yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, podbiznes, to'yxona, plus choyxonalari bilan sotiladi. Videomizni yanacha ko'rsangizlar, kirib borib sizlarga sonun qilib, polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Podbiznes sotilayotgan to'yxonamizni oldilarida ko'rib turgandek mana shunday mana kafe, plus bu yoq tomonda usturay materiallar, avtosalonlargacha hammasi shu tomonda joylashgan. Do'stlar, bu sotilayotgan to'yxonamizni foydali tomonlari ko'rib turgandek mana Omad magazinni yuqori tomondan sho'l yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, to'yxonaning ikki tomonidan mashina yo'li bor. Bu yoq tomonda ham katta stoyankalar bor. Hozir mashinalarni olib kelib, bu yoq tomonlarga ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlar, sotilayotgan to'yxonamizni glavni yo'li mana ko'rib turgandek Omad magazinni past tomonidan ko'rib turgandek yo'llari ham keng, so'nin qilib mana yo'llarni cho'tka qilib qoldirganlar. Do'stlar, ushul Omad magazini jonidan tuz bosib kirib kelsangizlar, ko'rib turganingizdek bu yoq tomonda sotilayotgan to'yxonamiz o'ng tomonda joylashgan. Uzunasi 25 metr, eni 18 metr. Chap tomonimizda bu yoq tomonda ko'rib turgandek choyxonaga rashat olib, choyxonaning ham uzunligini 30 metr, enini 20 metr qilib oldida katta navislar bilan so'nin qilib solib qo'yganlar. Do'stlar, mana ko'rib turgandek sotilayotgan to'yxonamiz oldi tomondan ko'rinishi, fundamentlarni ham baland moshina qilib, plus tumba, seysmopoyazlarni ham cho'tki qalin baquvvat qilib qo'yilgan, plus to'yxonaning oldi tomonlariga katta oyna, eshiklarga joylarni so'nin qilib qoldirganlar. Do'stlar, mana bismillahir-rohmanir-rohim deb yangi qurilgan to'yxonaning ham ichlarini kirib borib sizlarga so'nin qilib, obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Bismillahir-rohmanir-rohim deb kirganimizda ko'rib turgandek to'yxonamizni ichlariga ham mana ikki qator qilib, betondan tumbalarni qilib, ustlarini cho'tka qilib fermalarni yasab, ikki qator baquvvat moshina qilib qo'yganlar fermalarni. Do'stlar, to'yxonamiz ham uzunligi bunaqangisiga 25 metr. Bunaqangisiga 18 metr ko'rib turgandek ichlarini ham so'nin qilib, moshina qilib, tumba fermalarni qilib qo'yganlar. Ko'rib turgandek mana arqa tomondan ham yorug' bo'lsin deb 4 ta oynalarga joylarni qoldirganlar. Do'stlar, mana to'yxonani sizlarga qisqacha bo'lsa ham polni obzor qilib ko'rsatib o'tdik. Bu yoq tomondagi mana choyxonani ham sizlarga qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek bu choyxonamiz ham uzunligi navislari bilan 30 metr. Mana past tomoniga so'nin qilib 20 metrga yana choyxonalarni solib qo'yganlar. Do'stlar, bu to'yxonamizni yeriga keladigan bo'lsak, yeri 6 sutik, qizil kitoblar hammasi joyida. Do'stlar, mana bismillahir-rohmanir-rohim deb xonalar ichini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek xonalarni ichlarini ham so'nin qilib, mana pataloylarni qilib, devorlarini andava sinimkalargacha so'nin qilib qo'yib qo'yganlar. Va hozir sotib olib, eshik romlarni qo'yib, ishlarini yevra-limon qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mana xonalarni hammasi pashta tayyor bo'lib qolgan 50%. Bu yoq tomonda mana ikkinchi xonamiz. Bu xonani ham ko'rib turgandek pataloylarni so'nin qilib, remontlarni qilib qo'yganlar. Plus mana har bitta xonaga bitta oyna, bitta eshiklarga joylarni qoldirib qo'yganlar. Do'stlar, plus mana ko'rib turgandek bu yoq tomonda katta zallargacha bor ekan. Bu zalli ham eni 4 metr, bunaqangizni ko'rib turgandek 7 metr qilib zallarni ham solib qo'yganlar. Do'stlar, dag'i bir bor adresni aytib o'tamiz. Razzoq shahrini avtobekatidan chong yo'l bilan tuz bosib chiqsangizlar, bu yoq tomonda Produktoy Omad magazin bor. Shu Omad magazinni yonidan tuz bosib kirsangizlar, bu yoqda mana ko'rib turganingizdek o'ta so'nin yangi qurilgan to'yxona, plus bu yoqda choyxonalari bilan sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 8 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz dedilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazar nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yoqsa savdo qilib olishinglar mumkin. Do'stlar, sizlarga video yoqsa, обязательно shu videoni ostiga kommentariyaga o'zingizlarning o'y-fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.